Sanoat qurilish bank zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda raqamli bank tamoyillarini joriy etish bo'yicha ishchil chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xo'sh, bu bo'yicha oxirgi vaqtda qanday yangiliklar joriy etilgan va yaqin kelajakda yana nimalar rejalashtirilmoqda? Bu savollarga Sanoat qurilish bank tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida javob berildi. 2018-yilda Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda bankni transformatsiya qilish ishlari boshlangan. Tahlil natijalari asosida biznesning eng muhim 12 ta yo'nalishi qamrab olingan holda transformatsiya qilish dasturi ishlab chiqildi. Uning asosiy yo'nalishlaridan biri raqamli bank xizmatlarini joriy qilish hisoblanadi. Bugungi kungacha qilingan ishlar mijozlarimizni masofadan turib bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish. Bularga misol keltiradigan bo'lsak, yuridik mijozlarimizni uzluksiz o'zaro to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, mijozlarga yanada qulaylikni yaratish maqsadida kuni kecha Toshkent shahri Chilonzor tumanida mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi ochildi. Va shuningdek, uzluksiz ishlovchi o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish to'lov markazlari yo'lga qo'yilgan. Mobil ilovalar orqali mijozlar onlayn omonat, onlayn kredit, onlayn konversiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar hozirgi kunda. Bank tizimida axborot texnologiyalarini joriy etish, dasturiy ta'minot va zarur uskunalarni sotib olish bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirish uchun o'tgan yili 48 milliard 200 million so'm mablag' sarflandi. Keng qo'lamli ishlarning natijasi sifatida Toshkent shahridagi Inha universitetida bank xizmatlari va amaliyotlarni avtomatlashtirish bo'yicha Sanoat qurilish bank moliyaviy texnologiya markazi tashkil etildi. Bu yerda tanlov asosida tanlangan 12 nafar talaba bank tizimining xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan turli dasturlar ustida ishlashmoqda. Bu markazda biz mana shu bank moliyaviy sektorida kerak bo'ladigan o'sha dasturiy ta'minot yetkazib berishni universitetda o'qish jarayonida bir vaqt o'zida tajriba oshirish imkoniyatiga egamiz. Hozirda qilinayotgan loyihalarimizdan bittasi bu avtoregistratsiya. Bu degani endi bankka kirayotgan paytingizda birinchi registratsiya qilinadi, registratsiyadan o'tiladi va keyingi bosqichma-bosqich o'zini level, inglizchada level deb aytiladi, levellarga bo'lingan. O'sha yerda masalan xohlagan xonangizga masalan workerlar uchun alohida, klientlar uchun alohida sistema qilinadi. Eslatib o'tamiz, markaz joriy yilning fevral oyidan buyon faoliyat olib bormoqda. Kelajakda respublikaning boshqa oliy o'quv yurtlari bilan ham shunday hamkorlikni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.